Bu kalaskamizni navarasini o'ylaydigan bu jonliga bo'ladi. Sababi Sarpaga bu kalaskamizni olib borsanglar, hammani ko'zi shu kalaskada 100% bo'ladi. Sababi bu kalaskamiz trivodnom hisoblanadi. Sarpaga to'yga olib borganingizda ham juda ham chiroyli turadi va sifatli bo'ladi bu kalaskamiz. Ushbu ko'rib turgan blokinglar navarajonni blok hisoblanadi. Bu blokida farzandinglarni bemalol 1 yoshgacha, jussasiga qarab 1,5 yoshgacha bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu bloki bo'lsa, bu прогулочный bloki bo'ladi. Sayrlarga olib chiqqaningizda bu blokida farzandinglarni bemalol o'tkazib, xohlasanglar yotkazgan holatda ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Oyoq ligirovkalari ham bor. Remen strixovkalar qilib qo'yilgan, farzandinglar qimillab chetga tushib ketib qolmasligi uchun o'zini komplektda remen strixovkalari ham bor. Men mashinada ko'p yuraman deysizmi? Bu kresloyimiz aynan siz uchun bo'ladi. Bu kreslosida farzandinglarni bemalol mashinada u yoqqa bu yoqqa olib borib aylantirib kelsanglar ham bo'ladi. Kresloyimiz yechiladi, ramasini alohida kichkina bagajga solib olib ketaverasiz bemalol. Kreslosini bo'lsa salonga farzandingiz bilan olib olasiz. Kalaskamizning o'zini chiqadigan sumkasini eshikdan chiqibdi sizlarga. Bu sumkasiga pamperslarini, kashalarni olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Aytgancha, bu kalaskamizning narxini sizlar uchun $240 qilib qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.